ما وهنا ما وهنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا اسألوا التاريخ عنا. Payg'ambarlar tarixidan o'qigan bo'lsangiz, Tolut va Jalut qissasi, Tolutdagi sirli sandiq haqida eshitgansiz. Ammo juda ko'pchilik bu ikki shaxs haqidagi tarixni o'rganayotib, qisqa ma'lumotlar bilan cheklangan. Keling, Tolut va Jalut tarixini ham batafsil, ham qisqa va lo'nda suratda sizga hikoya qilamiz. Tolut kim? Jalut kim? Bani Isroilning sirli sandig'i haqida. Yaqub alayhissalomning avlodlari bo'lgan Bani Isroilga tinimsiz payg'ambarlar yuborib turilgan. Ammo ba'zan fitrat davri ham bo'lib, uzoq vaqt payg'ambar kelmagan. Musa va Harun alayhissalomlar bilan birga bir sandiq bo'lib, uni doim janglar va yurishlarga o'zlari bilan olib chiqishardi. Sandig'i bor Bani Isroil doim g'alaba va muvaffaqiyatga erishardi. Birortasi ularga qarshi jur'at qila olmasdi. Ammo bir davrlar keldi, payg'ambar kelmay qo'ydi. O'sha davrlarda Bani Isroil o'z yerlaridan haydaldi. Amolik deb ataluvchi bir podshohlik paydo bo'lib, uning hukmdori o'ta zolim va shafqatsizligi bilan mashhur edi. Uni Jalut deb atashardi. Jalut o'z bosqinlarida Bani Isroilni ham quvib, ularni talon-taroj qildi. O'shanda boyaga mashhur sandiqni ham o'g'irlab ketdi. Qattiq zulm ostida qolgan Bani Isroilga Alloh ajnabiy tillarda Samuel deb aytiluvchi Shamvil alayhissalomni nabiy qilib yubordi. Bani Isroilliklar Shamvil alayhissalomga kelib, Allohga ularga bir podshoh tayin etishini so'rab duo qilishini iltimos qilishdi. O'sha podshohning rahbarligi ostida urushda qatnashishlarini aytishdi. Shunda u zot Allohga duo qildi va ularga Tolutni yetakchi sifatida tanladi. Tolut o'sha paytda oddiy qo'yboqar va chorvalarni sug'orish bilan shug'ullanadigan kambag'al yigit edi. Bani Isroil o'z odatiga ko'ra aytgan gaplariga yana xilof chiqishdi. Hoy do'stim, Bani Isroil va'dasiga vafo qilgan emas. Ular bilan sulh tuzib bayram qilishga shoshilmang, doim xiyonat qilgan. Shamvil alayhissalom ularga Tolutni aytgach, mana shu bir notavon, qo'yboqar, kambag'al bizga podshoh bo'ladimi deya qaysarlik qilishdi. Shunda Shamvil alayhissalom ularga uni Alloh ixtiyor qilgani va bunga dalil sifatida bir mo'jiza bo'lishini aytdi. Alloh taolo bu haqida Baqara surasida quyidagilarni aytadi. Payg'ambarlar ularga aytdi: uning podshoh bo'lib saylanganining alomati sizlarga bir sandiq kelishidirki, unda Parvardigoringiz tomonidan xotirjamlik va Musa va Harun oilalaridan qolgan meros jo qilingan bo'lib, farishtalar ko'tarib turadilar. Agar chindan iymon egalari bo'lsangiz, shubhasiz bu voqeada sizlar uchun oyat alomat bordir. Bani Isroilga Tolutning haqiqatda Alloh tomonidan tayin qilingan podshoh ekanini isbot etish uchun ularni qoyil qoldiradigan, odatdan tashqari Allohdan boshqa hech kim uddalay olmaydigan bir mo'jiza ko'rsatildi. Ma'lumki, Musa alayhissalomning vafotidan keyin Bani Isroilga Yusha alayhissalom rahbar bo'lgan edi. O'sha paytlarda ularni muqaddas yerlardan haydab chiqargan dushmanlari bir qancha muqaddas narsalarni tortib olishgani haqida aytdik. Mazkur tortib olingan narsalar ichida Bani Isroilga xos bir mashhur tobut, sandiq ham bor edi. Musa alayhissalom qachon urushga kirsa, o'sha sandiqni o'z qo'shini oldida borishini ta'minlardi. Shunda Bani Isroilning qalbiga xotirjamlik tushib, urushdan qochishmasdi. Keyinchalik mazkur sandiqqa Musa va Harun alayhissalomlardan qolgan esdalik, tabarruk narsalarni solib qo'yishadigan bo'ldi. Jumladan mazkur sandiqda Alloh taolo Musa alayhissalomga Tur tog'ida bergan lavhalar, o'z otining hassalari, kiyimlari, kavushlari, Harun alayhissalomning sallalari ham bor edi. Shamvil alayhissalom Bani Isroilga sandiqni farishtalar ko'tarib kelishi Tolutning podshohligiga belgidir. Agar haqiqiy mo'min bo'lsangiz, ushbu mo'jizaning o'zi kifoya qiladi deb aytdi. Nihoyat Bani Isroil odamlari Tolut Alloh tomonidan tayin qilingan podshoh ekaniga ishontirilgach, Tolut ulardan qo'shin tayyorladi. So'ng Jalutga qarshi urush qilish vaqti yetib keldi. Ular jangga otlandilar. Shunda Tolutning haqiqiy lashkarboshi ekani namoyon bo'ldi. Tolut Bani Isroilni yaxshi bilardi. Ular avvallari mag'lubiyatga uchrab yurgan, xorlikka ko'nikib qolishgan edi. Dushman esa aksincha, kuchli va g'alabaga odatlanib qolgan edi. Unday dushmanga g'olib kelish uchun mustahkam irodaga ega bo'lgan qo'shin kerak edi. Bani Isroil esa xiyonat qilishda birinchi raqamli qavm. Shuning uchun Tolut o'z askarlarining irodasini va qavm xiyonat qilib ortga qochmasligi uchun ularni sabr va matonatini sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Bani Isroil bilan shahardan chiqqanida sinov shartini e'lon qildi.
Albatta Alloh sizni daryo bilan sinaydi. Kim undan ichsa, u mendan emas, va kim uni tanovul qilmasa, u albatta mendandir. Ammo birov qo'li bilan bir hovuch olsa mayli, dedi. Yo'lda bir imtihon, daryo uchraydi. Kim irodasi kuchli bo'lib, chanqoqlikka chidab, uni suvdan ichmasa, sinovdan o'tgan bo'ladi, Tolutning haqiqiy askariga aylanadi. Kim irodasizlik qilib, daryoning suvdan ichib olsa, askarlikka qabul qilinmaydi. Ozgina suvsizlikka chiday olmagan odam urushning mashaqqatlariga chiday olmasligi turgan gap. Shunga qaramay, Tolut tomoqni ho'llab olish uchun suvdan bir xo'plam ichishga ruxsat berdi. Mana shu yerda ozroq mulohaza bor. Mamlakatimiz yoshlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tish uchun chorlasa, ota-onalar ruxsat bermaydi. U yerda bolamga qattiq tegishadi, qo'pol muomala qilishadi. To'g'ri, zulmga ko'z yumilmaydi, ammo tarixni o'qisangiz, hatto solih bo'lgan Tolut ham harbiy amaliyotda qattiq qo'llik qilyapti. Harbiy bo'ladigan yigit og'ir sharoitda sinovdan o'tishi kerak. Aks holda favqulodda holatlarda mamlakatini qanday himoya qiladi? Xullas, Tolut qo'shini bilan yurib borib, daryoga ham yetishdi. Rivoyatlarda 80 ming odam bilan kelgan deyiladi. Ammo afsuski, ko'pchiligi sinovdan o'ta olmadi. Bunday og'ir ishga kirishdan avval odamlarni faqat og'zaki sinov emas, balki amaliy sinovdan ham o'tkazish zarurligi ko'riladi. Birinchi amaliy sinovdayoq Tolutning qo'shini sarasi-saraga, puchagi-puchakka ajradi. Ma'lumotlarga ko'ra 80 ming odamdan 76 ming odam sinovdan o'tmadi. Faqatgina 4 ming kishi suvdan ichmadi. Qolgani bu imtihonga chidamay, suv ichib askar bo'lishdan bosh tortdi. Lekin o'sha 4 ming iymonlilar ichida ham zaiflari paydo bo'ldi. Dushmanga ro'baro kelganda o'zlarining ozligi, dushmanning kuchli ekanini sezib, urushda qatnasha olmasliklarini, bunga toqatlari yo'qligini aytib, ulardan ham juda ko'pchiligi orqaga qaytib ketdi. Ular vaziyatni o'z tarozilariga solib ko'rib, g'olib kelishlariga ko'zlari yetmadi. Shunda haqiqiy mu'minlar, bor yo'q 300 kishi Tolut bilan qoldi. Ular hamma narsani ilohiy o'lchov bilan o'lchaydigan rostakam mu'minlar edi. Allohga ro'baro bo'lishga ishonganlar dedilar. Qanchadan qancha oz sonli guruhlar Allohning izni bilan ko'p sonli guruhlarga g'olib kelgan. Alloh sabrlilar bilandir. Jolut va uning askarlariga ro'baro kelganlarida Robbimiz ustimizdan sabr to'kkin, qadamlarimizni sobit qilgin va kofir qavmlar ustidan bizga nusrat bergin dedilar. Ular dushman bilan to'qnashganlarida duo qilib Allohdan so'raydigan narsalarini so'rashga oshiqdilar. O'sha payt duo qabul bo'ladigan lahzalardir. Haqiqiy mu'minlar Allohni hech qachon esdan chiqarmaydilar. Parvardigorning ko'rsatmasiga binoan kerakli tadbirlarni ishga solib, hamma narsa qo'lida bo'lgan zotga yolvordilar. Ikki qo'shin saf tortdi. Minglab qo'shin va zamonaviy qurollar bilan bo'lgan Jolut askarlari 300 kishiga qarshi turardi. Shunda Jolut o'rtaga chiqib, muboraza talab qildi. 300 kishidan hech kim chiqmadi. Mana shunda Tolut odamlarga qarab, kim bunga qarshi muborazaga chiqsa, unga o'z soliha qizimni nikohlab beraman va mendan keyin podshohlikka voris bo'ladi dedi. Hech kim chiqmadi. To'g'rida qarshisida muqarrar o'lim turganda kim bir ayol va boylik uchun jang qiladi? Bu yerda faqatgina haqiqiy iymon egasi Jolutga qarshi turishi mumkin edi. Shunda endigina 11 ga kirgan Davud ismli yigit oldiga chiqib keldi. Ha, bu kishi barchamiz yaxshi tanigan ulug' payg'ambarlardan Davud alayhissalom. Davud alayhissalom Tolut lashkarlari ichidagi yosh yigit edi. Jolut esa katta kuchga ega bo'lgan podshoh, hammaning qalbiga dahshat solib turuvchi lashkarboshi edi. Alloh taolo ushbu zolim podshoh va lashkarboshini yoshgina yigitcha qo'lida o'lim topishini iroda qildi. Bu bilan odamlarga agar Alloh istasa, bir yosh yigit har qanday jabborning o'limiga sabab bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Zolim podshoh Jolut Davud alayhissalomni ko'rib kuldi. U kichkina bolakay qo'ylarni haydaganda ishlatadigan hassasini ko'tarib turardi. Mana shu payt Davud alayhissalom qo'liga toshni olib, Alloh buyukdir deya Jolutga qarab otdi. Tosh to'g'ri Jolutning ikki ko'z orasiga borib tegdi. Jolut bu zarbadan yerga yiqildi va jon berdi. O'z hukmdori jangning avvalida bir yigitcha qo'lida o'lim topganini ko'rgan qo'shin sarosimaga tushdi va qocha boshladi. Tolutning oz sonli qo'shini esa ularni quvib bir qanchasini qatl qildi va Allohning izni bilan g'olib bo'lishdi. Ibn Kasir aytadi: keyinchalik Tolut o'z va'dasiga ko'ra Davud alayhissalomga qizini berdi va mulkiga sherik qildi. Keyinroq Alloh azza va jalla Davud alayhissalomga ulkan hukmronlik bilan birga payg'ambarlikni ham ato qildi.
Davud alayhissalom va o'g'li Sulaymon alayhissalom hukmron bo'lgan davrlar Bani Isroilning oltin davrlari bo'ldi. Biz bilan qoling, videoni yaqinlaringizga ham ulashing. Keyingi mavzularda ko'rishguncha salomat bo'ling.